250 million pulga nima ish qilsa bo'ladi? 250 million so'm pulim bor deydi do'stim aytadi. Malibu olsam nechik bo'ladi deydi. Malibu XL 50 ming 60 ming kilometr yurgan. Men aytaman 250 million so'm pulingga 10 dona buqa ol yaxshisidan. Xohlasang Mesni bilan aralash, xohlasang rossiyskiy paroda yaxshi 400 kg mollar beradi bozorga chiqsan deyman-da. 3 oy, 4 oy boqsang, har qaysidan 20 milliondan foyda ko'rasan deyman. Haqiqatmi, yolg'onmi? O aytadi, boqolimman. Xorazm ahli. Mol boqish bo'yicha 30-40% mol boqmasa 100% dan. 30-40%. Atak menimcha dumkam Xorazmda mol boqadi yoki ko'pmi? Andijon, Farg'ona, Namangan, Vodiy mol boqish bo'yicha butun O'zbekiston bo'yicha nomer 1 bor-ku. Молодец, красавчик. Havas qilaman Vodiyda. Nov chiqsa, birinchi Vodiyda chiqadi texnika bo'yicha ham. Nov bo'yicha ham yangilik. Shu Vodiy bir ko'rsa bo'ldi, liboy narsani ilib oladi-da. Do'stim maslahat to'g'ri berdimmi, xato berdimmi? Kommentariyga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. 250 millionga 10 dona buqa olib boqqan yaxshimi? O'zi davlat ishida ishlaydi. 5-6 million oylik oladi. 5-6 million so'm bemalol xarajatlaring yetib ortadi jigar. Yaxshi ratsion tanlab, shu ratsion bo'yicha boqasan, 3 oy, 4 oyda normalniy foyda ko'rasan deb turibman-da. Normalniy foyda. Nima deb bo'laysizlar? Kommentariyga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Do'stimga to'g'ri maslahat berdimmi, xato maslahat berdimmi? Sizlarda 250 million so'm pullaringiz bo'lsa, nima ish qilgan bo'lar edingizlar? Sizlarda 250 million so'm pullaringiz bo'lsa, nima ish qilgan bo'lar edingizlar? 250 million pulga nima ish qilsa bo'ladi?